Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Aka-uka, salatchi aka-ukalar mana yana ishda avjida boshlashdi. Bozorcha yo'q, kelaverasizlar. 10 mingta bo'libmiz. Allohga shukr. Qo'llab-quvvatlashingdan. Alloh rozi bo'lsin. Hamma joydan kelishyapti. Andijon, Namangan, Quva, Qo'qon, Farg'ona hurmat qilib kelishayotgani uchun Alloh rozi bo'lsin. Mazasini ma'qul kelayotgan bo'lsa, xursand bo'lyapmiz. Mana salatlarni har xildan olib chiqib qo'ydik. Hamda qadrlovchi akalar, opa-singillar uchun hammasidan olib chiqib qo'yganmiz. Yetmay qolayotgani bo'lsa, uzr so'raymiz. Tez tugab ketib qolyapti. Norinlar ham chiqdi, hamma yo'qlar chiqdi. Xudo xolasa 20 mingta, 30 mingta bo'lishga ham qaddeshga qilib borasizlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Sog' bo'linglar. Kelaverasizlar inshaalloh.